6 sinflar o'rtasida shaxsiy o'yin final bahsi. Birinchi mavzu ön ochkolik savol. Bu asar qahramoni juda sho'x personaj. Minus bu asar qahramoni juda sho'x otasidan yetim qolgan va ocharchilik davrida yashardi. U onasi va opasidan qochib boshi oqqan tomonga yo'l oladi. Personaj. Minus yo'lda u Sariboy nomli boyga xizmatga ham tushadi va yolg'onchiligi tufayli bu yerdan quviladi. Bu personaj nomini mavzuga moslab ayting. Vaqt ketdi. Qoravoy to'g'ri. +20. Mening original bolamning hikoyasida yosh bolalarni boqayotgan buvi personaji mavjud. Uning ismi Roqiya buvi va bu personajni ertalab bolalari shunday ataydi. Qanday? Vaqt ketdi. Qora buvi. Bu asar personaji Somon yo'li galaktikasidan chiqmay turib tug'iladi. Uning bolaligi Kamalak nomli kemada o'tadi va u yerlik bolalar haqidagi kinolarni ko'radi. Onasidan yer sayyorasi haqida qayerga yo'l olayotgan edi. Qaysi burchga? Qorakit +30. 40. Ikki eshik orasi romanida asosiy qahramon o'z ammasini Alfa deb ataydi. Otasi bunday atashga qo'ymasa ham personaj ammasini shunday deb chaqiraveradi. Bu personaj ammasini nima deb chaqirgan? Vaqt ketdi. Qora amma. 50. Bu hikoya Said Ahmad tomonidan yozilgan bo'lib, bunda vataniga, dinga xiyonat qilgan o'g'ilning taqdiri, bir onaning farzandlarini qanchalik sevishi va oddiygina itning egasiga odamdan ko'ra sadoqatli ekanligi tushuntirib o'tiladi. Bu hikoya nomini yoki itning nomini maksimal aniqlikda ayting. Vaqt ketdi. Qora ko'z Majnun. Mavzu matrizali OK. Ön ochkolik savol. Grigoriy kalendari bo'yicha 10-oy nomini ayting. Vaqt ketdi. Oktyabr +20. Rezervuar meva ekini omonimi sifatida elektr bilan bog'liq qisqa so'z ham yodga olinadi. Qaysi so'z? Tok. 30. Qit'alar orasidagi ulkan suv havzalaridan har biri uning soni sayyoramizda 4 ta. Nima 4 ta? Okean to'g'ri. 40. U arab tilidan hukm, farmon beruvchi ma'nolarni anglatadi. Mingboshi bu atamaga sinonimdir. Masalan, har bir viloyatimiz va shahrimizda u bor. Hokim +40. 50. Ayrim tadqiqotchilar Artur Conan Doyle bilan birga kasalxonada ishlagan. Noyob aqliy qobiliyatlarga ega bo'lgan Joseph Bellni uning prototipi deb hisoblashadi. Kimning? Vaqt ketdi. +50. Navbatdagi mavzu yopiq, aralash o'zlari hisob olasizlar. Savoldan kelib chiqib, ön ochkolik savol. Ochiq joyda yer yuzasining ko'rinadigan chegara qismi shunday ataladi. Shuningdek, Said Ahmadga tegishli roman qanday? +4. Yigirma. Shimoliy Amerikadagi balandligi 48 metr bo'lgan sharshara nomini ayting. Shu nomdagi ichimlik ham bor. Niagara. 30. Ob-havoning biror joyga xos bo'lgan ko'p yillik rejimini uninglari bir xil bo'lgan so'zda ayting. Vaqt ketdi. Iqlim. 40. Vulqon og'zi, oy yuzasidagi piyola shaklidagi chuqurchalar shunday ataladi. Qanday? +40. 50. 7 yil davom etgan ikkita sayohatida 15,000 kilometrdan ortiq yo'lni bosib o'tgan O'rta Osiyolik sayyoh nomini ayting. Vaqt ketdi.
Nosir Xisraf. Navbatdagi mavzu poytaxtlar. Birinchi savol. Suriya. 4-pul plus 20. Misr plus 20 30. Irlandiya 5-pul Dublin to'g'ri plus 30 40. Islandiya plus 40 50 ochkolik savol. Sierra Leone davlatining poytaxtini ayting vaqt ketdi. Freetown. Navbatdagi mavzu tarix xronologiyalarida 10 ochkolik savol. Miloddan avvalgi 246-yil. Qirol ismi plus 10 Xitoyni yagona davlatga birlashtiradi. 20 ochkolik savol. Qachon Buyuk Ipak yo'li minus 2 minus asr to'pato'g'ri 100 keldi miloddan 2-asr. 30. Qachon Rim imperiyasi 2ga bo'lindi vaqt ketdi. Milodiy 395-yilda. 40 ochkolik savol. Qachon Xorazmda qo'y qirilgan qal'a bo'ldi? 5-asr. To'pato'g'ri plus 50. Qachon Sparta shahar minus 50. Qachon Sparta shahar asr plus 50. Eshitmamizdan keyin natijalar. Eshitmamizdan keyin O'ktam Muhammad plus 20, Yo'ldosh Firdavs plus 30, Sharif Amin plus 40, Halim Shohruh plus 110, Rustam Xudoyor plus 130. Jang qizg'in davom etmoqda. Navbatdagi mavzu yerning ichki tuzilishi. 10 ball. O'rmonlar, ekinzorlar, shahar va qishloqlar, cho'l va dashtlar hamda okeanlar ostida qattiq tog' jinslar mavjud. Bu tog' jinslari uni hosil qiladi. Nimani vaqt ketdi? Yer po'sti. 20. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, yerning markaziy qismida yer mag'zi, ya'ni umor plus 20 30. Uning qalinligi 2860 kilometrga teng. U nima vaqt ketdi? Plus 30 40. Olimlarning fikricha, yer po'stining o'rtacha qalinligi shuncha kilometr. Qancha? 35-40 kilometr. 50 ball. Yer yadrosi haqida ma'lumotlarimiz kam. Uning radiusi 3470 kilometr. Faqat savol, u yerda harorat taxminan qancha? Plus 50. Navbatdagi savol, yerning qobiqalari. 10 ochkolik savol. Yerning havo qobig'i 2. Minus 4. Minus 10. Minus 10. Orqadagilar teshib saqlaymiz. Yerning havo qobig'i atmosfera deydi. 20. Yerning suv qobig'i plus 20. 30. Yunoncha so'z bo'lib aylanmoq, o'zgarmoq deganidir. Atmosferaning quyi qatlami qanday aytiladi vaqt ketdi? Plus 30 40. Yunoncha qatlam so'zdan hosil bo'lib qanday aytiladi? Qo'pig'ini ayt.
O'sha qo'pig'ini nomlang. Minus qanday ataladi? Buning uchun qatlam so'zni hosil bo'lgan qo'piq nomini ayting. Stratosfera 50. Yerning aql qobig'i qanday ataladi? Vaqt yetdi. Noosfera. Navbatdagi mavzu poytaxtlar. Shimoliy Makedoniya plus 20. Ruminiya plus 20. 30. Butan davlatining poytaxti minus Nepal so'ralmadi. Thimphu 40. Omon yoki Mon davlatining poytaxtini ayting vaqt yetdi. Maskat 50. Fiji davlatining poytaxtini ayting vaqt yetdi. Suva 8 ta mavzudan keyin ballarni e'lon qilsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. 8 ta mavzudan keyin O'ktam Muhammadda plus 10, Sharif Aminda plus 30, Halimov Shohruxda plus 110, Yo'ldosh Firdavs Rustam Xudoyor plus 130. Aha. Navbatdagi mavzu qadimgi odamlar va ularning mavzudoqlari. Birinchi bo'lgan savol. Miloddan 40-yilda yashagan qanday odam plus 20. Eng qadimgi inson tipi Afrikadan topilgan qaysi? Vodiy. Zinch plus 20. 30. Kimlar yashagan davrda Yevropa sovib ketadi? Kimlar? Plus 30. Xitoy odami deydi. 2. Plus 40. Indoneziyaning odam tipi. Plus 50. Oxirgi mavzu adabiyot. Oxirgi mavzu hal qiluvchi mavzu. 10 ochkolik savol adabiyot. Girgiton buvining yapon nevarasi hikoyasini biz qaysi asarda uchratamiz? Vaqt ketdi. Daftar hoshiyasidagi bitiklar 20. Bo'ychechak hikoyasining muallifi kim? Vaqt ketdi. Abdusaid Ko'chimov 30. Ohu hikoyasining muallifini ayting. Vaqt ketdi. Hamza Imomberdiyev 40. Otamga nimadir bo'ldi asarining muallifini ayting. Vaqt ketdi. Isajon Sulton va 50 ochkolik savoldan oldin natijalar. Sharifam plus 30, Halimov Shohruh plus 110, Yo'ldosh Firdavs Rustam Xudoyor plus 130, O'ktam Muhammad plus 160. 50 ochkolik savol. U 1910-yilda Qoratog' etaklarida tug'ildi. Kim? O'lirsading. Natijalarni e'lon qilamiz. Sharif Amin plus 30, Yo'ldosh Firdavs Rustam Xudoyor plus 130, Halimov Shohruh O'ktam Muhammadda plus 160. Demak, qo'shimcha overtime. Mavzu Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bekning otasining ismini ayting. Vaqt ketdi. Shohruh Mirzo 40 ochkolik savol. Ulug'bek Movarounahirdan necha yil? Plus 40. O'ktamov Muhammad 6 sinflar o'rtasidagi shaxsiy o'yin chempioni.